Nimadan qochsang, ana shu narsa seni ortingdan quvadi. Ba'zi bir insonlarda obro' e'tiborga yo bir o'sha sharafga qiziqadigan insonlar ham bo'ladi-da. Agar inson mana shu narsalarni ortidan quvsa va hayotidagi maqsadlarini asosiy nuqtasi mana shu 3 narsaga qaratilgan bo'lsa, bu inson o'sha narsaga yetisha olmaydi va bu narsa undan uzoqlashishlikda davom etadi. Bir insonki mashhurlikka ham, boylikka, dunyoga yoki obro' e'tiborga unchalik qiziqmaydi, o'zini mutaxassisligi yo'nalishi bo'yicha harakatlarni qiladi, yaxshi natijalar ko'rsatishlikka intiladi. Mana shu insonni orqasidan obro' e'tibor ham, mashhurlik ham va dunyo noz-ne'matlari ham shu insonning orqasidan yuradi. Demak, eng to'g'risi bu o'sha o'zimizni sohamiz bo'lgan ishlarda yangiliklar ko'rsatib, o'zimizni sohamiz bo'lgan ishlarda katta muvaffaqiyatlarga erishishlikni agar oldimizga maqsad qilib qo'yadigan bo'lsak, uni ortidan ham boylik, ham obro' e'tibor, ham mashhurlik keladi.